Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va obunachilarimiz. Mana bu pritsepimiz 1.40 ga 2.40 tayyorlanmoqda. Bunisi 1.30 ga 2.30. Hop. Buning tayyorlanish jarayonlari. Ramalari shiveler. Idishlar 300 stenkada. Risollar zavatishkoy. Ustakalarimiz işte olyapti. Bunisi yine kichikroq. 1.30 ga 2.30 ga. Balonlar 13. Az tayyorlanish jarayonini ham ko'rsating deganlar uchun bu. Tayyorini qo'ysak ko'p odam tayyorlanishini qo'ying deb so'rayapti kommentariylarda. Shuni qanday tayyorlanadi pritsep o'zi, qanday yig'iladi. So'raganlar uchun. Pritsep o'zi urug'da yig'iladimi degan savol ham hech kim bermaydi, hech kim aytmaydi, biz aytib o'tamiz. Pritsep o'zi ramasi birinchi yig'ilishda urug'da yig'iladi. Mana shu stoykalar hammasi kartoshkalar urug'ga qo'yilib urug'da yig'ib olinadi oldin. Buni ko'pchilik shunisiga e'tibor bermaydi, lekin pritsepim sal qiyish ketyapti, pritsepim ishmayapti, o'ngda chapda ketyapti dedik. Shuna hisoblari bo'ladi. Bu narsaga ko'pchilik e'tibor qilmaydi. Hammasini joy-joyiga qo'yib, pritsep urug'da yig'ilsa, go'nyalar qo'shni bo'lsa, razvollar, balanslar olinsa, pritsepning tekis ketadi. Xohlasa bizda unaqa muammolar bo'lmaydi. 2014dan beri tayyorlaymiz. Adan 6. Xo'sh, 12. 12 yildan beri tayyorlaymiz ekan. 2026 bo'lsa 12 yildan beri pritseplar tayyorlaymiz ekan. Çoğu tayyor ne yapışın ki tayyordan ko'rsatib qo'yik. Qaysi aka? Bu tayyor, yuribmiz. Tamam, yapışın tayyordan ko'rsatib qo'yamiz. Ha? Tayyorga chiqaman falan. Endi tayyorchini o tepada yo'lda bo'yda reklamada turibdi. Ha, qolaversa akalar mana. Xo'sh, barcha turdagi avtomobillarga farqoblarimiz ham bor. Tikodan boshlab, Liboy o'sha inomarka dislarni. Keyin mana balonchik, steker hamma narsa bor. Biz tayyorni ko'rsataman sizlarga. Tepaga olib chiqib qo'ydik. Mana bitgan holat. Tayyor holat. Bunimiz 1.30 ga 2.30 standart razmerda. Bunga kech bo'lib qoldi. Shunga qaramasdan olyapmiz. Mana risollari. Baquvvat risollar. Bu pritsepimiz standart 750 kiloga moslangan. O'zi bu pritsep bu risolda 2 tonna oladi. Zamok 1,5 tonnalik ekan. Bunimiz zakas 6 ariq qoldi.
videolarni kuzatishda davom eting. Bundan da yangi ma'lumotlar qo'yib borishda davom etamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.